Hurmatli ko'padagi akalar, mana shunaqa suv quyish kerak iloji boricha mana. Zax mana tagiga keldi, ko'chatning yoniga kelib qoldi. Kechgacha bu yoqqa o'tadi. Bu tomon ham shunaqa, mana ko'chatning yeriga o'tyapti. Kechgacha bosh zaxlab o'tadi. Eng kamida hozir meni hisoblaganimcha 1 soat 10 minut suv quydik mana shu joyga. Bu tomondan ancha zaxladi endi. Oxiri ham shunaqa. Mana shunaqa qilib, bunaqa ochiq maydon qilganlarga bu faqat tavsiyani uylarni urib, tuproqqa qarab. Mana bu tuproqqa ahamiyat, biz tuproq endi qattiqroq tuproq. Ko'p joyda qumli tuproq bor, ko'proq ketadi mana. Ko'rtubda ko'chat yoniga bir 5 sm o'tyapti. Bu tomoni 5 ana shu me'yordagi narsa, lekin mana shu joyimga 1 soat 10 minut vaqt ketyapti. Shunaqa qilib suv bergan ma'qul. Eng chiroyli, chunki qishloqdan o'tganda oxir marta kuzda suv quyganmiz bu yoqqa. Bahorda birinchi beriladigan suv bu. Mana bugun. Ana undan keyin hasharotga dori sochasizmi, kasallikka dori hammasini me'yorda etab olib ketish kerak. Bunda ham xuddi shu holat mana. Har bittalarni ko'rsatyapman ataylab, chunki ko'pchilik telefon qilib so'roq qilyapti, qanaqa suv beramiz, boshqa qilamiz deb. Chunki ochiq. Mana bu agrovolokno, mana bu bet ochiq, shamolda quriydi. Ichmaganda 2 sm 3 sm suv o'tish kerak. O soat kechga borib sekin yana bir 5 sm ko'payadi, zaxliga o'tadi. Mana shunaqa holatda. Mana hozir mana bu yoqqa suv ochib yubordim mana. Mana bu yoqqa suv ochdim hozir. Mana bunaqa joyga qarashlar endi o'zlaring sekin chiroyli qilib. Bu yerda kapilni sistema mana bu yerda turibdi. 5 sm yetmaydi. Hozir bunga mashaqacha kelsa yetadi suv. Kechga borib sekin bu yerga zaxlab o'tadi. Mana shu tomon zaxlasa bo'ldi asosiy. Tagiga bir qarash o'tadi, bu yerga keyin kechgacha borib, kechsa qilib bu yerga o'tib ketadi bir xotga, chunki bu mato bilan yopilgan. Mato bilan yopilgan, shamol bu yerda yo'q. Bunga shamol ana bu materialga urilib o'tib ketaveradi, lekin zaxlash ko'proq yoniga o'tadi. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlar, xuddi mana hammasi holat shunaqa holatda. Zaxlash tizimi bir xil ketadi mana. Har bittasiga 1 soat 10 minutdan suv ochildi. Bunga ham hammasiga mana zaxlik mana chiroyli o'lyapti. Ko'rinyapti. Sug'orish tizimi shunaqa, faqat hammani tuprog'i har xil. Qattiq tuproq bor, suvni sariq tuproq deydi bunda tilda aytganda. Sal 100 ga masalan 100% bo'lsa, 70% 5% tuproq, 25% qumlik tuproqlari bor. Kimda 90 ga 10, 80 ga shunaqa 20. Bizniki baş 90% hisoblanadi. Qumlik yer emas bu yerlar. Hammasi mana shu yerlar chisti anaqa qattiqroq tuproqda bizniki. Suvni ko'proq quyamiz biz. Zaxlab uchun pastga drenaj kamroq o'tadi, lekin zaxlash yoniga beradigan tuproq bizda. Mana bularga 40 minut berasizlar. Bu aytdim 40 minut 50 minut. Mana zax mana bu yoqqa kelgan mana. Buni ko'rsatib berayin. Zax kelgan mana, shexmas zax mana. Mana. Mana bu narsa kechga borib mana bu yoqqa o'tib qoladi. Shundan aytyapman, mana bu ochiq maydonga 1 soat 10 minut suv bersangiz, yo'q 40 minut aslida suv berasiz. Chunki klyonka bilan o'ralgan, shamol urgan bilan hech narsani tutatmaydi, boshqa qilmaydi, bular ko'proq cho'ziladi. O'sha 40 minut evazi 1 soat 10 minutga yuradi. Mana bunda 1 soat, chunki shamol yurib, birpasdan keyin ertaga quritish mumkin. Yine suv berishda mana bu narsa sistema 3 kunlarda bersak, mana bunga 4 kunda beramiz. Hamma joyda aytilgan, masalan, bitta ko'chatga 300 gram suv berish kerak, 200 gram berish kerak, 100 gram berish kerak, boshqa bunaqa. Bu narsa aslida xato narsa. Hamma joyda tuprog'iga qarab, suvining sho'rligiga qarab, boshqasiga qarab, vaziyatga qarab, muhitiga qarab oziqa beriladi, suv beriladi. Chunki 12 ta viloyat bo'lsak, men sirda aytib beraman bugun chiroyli qilib. 12 ta viloyatda 12 xil sistema. Masalan, vohada, vodiyda suvlar 800, 900, 1000, 1000, 1,5 ming, 1600, 2000 gacha shunaqa. Biz Angliyada mana sug'orayotgan suv mana bu suv. 200 SC. SC 200 mana shu suvdi. Biz qo'rqmasdan dorini beraveramiz taqillatib. Men beraman 1500, 1600, 1700 berishim mumkin. Vodiy vohada masalan suvni SC misol 800 lik, 900 minglik suvlarda ular kerak yo'q, iloji yo'q o'zi. 400 gram dori qo'shadi. 1500 berishga suvni o'zi 1000 bo'lsa, 400 gram dori qo'shsangiz 1400, 1500 bo'ladi.
Bizda dori oziqani ko'proq qo'shadi, bizda dori rasxoti kattaroq bo'ladi, rezultat ham zo'r bo'ladi. Hamma narsada shu sistema narsa o'ynaydi. Mana shunga qarab ko'pchilik oxir payt so'rayapti. Aka, agar do'konga borsam, tonnasiga 1,5 kilo dori qo'shib yubor, 2 kilo qo'shib yubor deydi, boshqa qiladi. Lekin mana bu qurib ketgan beshoralarni mana ko'chatlarimiz. Ildi sistemasi kuyadi. Shunaqa kuyadi, moshni kuyadi. Chunki suv 1000, 1200, 1100, 900, 800. Uni 2 kilo qo'shib qo'yadi. Bu yerda o'zi mana bu yerga 3000 lik esilik dori tushyapti. 2000, 2,5, 3000. Buni ko'pchilik inobatga olmaydi-da. Shuning uchun shunga e'tibor beringlar, hurmatli dehqonlar. Bunaqa narsani hamma ham aytavermaydi. U menga uni farqi yo'q, chunki qizig'i ham yo'q. Men o'zimni sistemam, o'zim ishimni qilaveraman. Shu Angren shahrida shu 1 gektar, 2-3 gektar joyga shu qutmak ko'chatni ekkan bo'lsak, chunki men o'zim sistemamni bilaman. Shuning uchun ham birov gapiga quloq solmaymiz, boshqa qilmaymiz, ishni olib boraveramiz chiroyli qilib. Shuning uchun essiga ehtiyot bo'linglar hammalaring. Dehqonchilik bo'lyaptimi? Vohadami, Vodiydami, Toshkentdami, mana bu Farg'onami, Namangan Respublika O'zbekiston Respublikasida 12 ta viloyatda bo'lyaptimi? Suvlaring essisiga birinchi ochibda e'tibor berish harakat qilish kerak. Suvni essisi, yerni sho'rligi, yerda suv o'tkazuvchanligi, boshqaligi, sariq turpoq, salkam qora turpoq, qumli turpoq aralash. Mana shunga qarab beriladigan oziqaning miqdori belgilanadi. Shunga qarab ehtiyot bo'lib, sug'orish tizimida ham xohlang bunaqa ochiq maydonda qiling, xohlang bunaqa kylyonkaga o'rang, mana bunaqa qilib. Buni hammasini o'zini me'yori bor, boshqasi bor, aktivность boshqasi rivojlanish. Mayli hasharotli kasalligi ham Toshkent viloyatida boshqacha, vohada boshqacha, vodiyda boshqacha bo'ladi. Kasalligi ham hasharot ham, chunki qayoqda issiq, qayoqda illiq, qayoqda issiq. Kimdir mendan bizdan 15 kun oldin hasharotga kasallik ish boshlagan bo'lsa, biz bugun boshlayapmiz. Kimdir 40 kun oldin boshlagan, kimdir 30 kun, kimdir hali boshlamagan. Boshlamagan joy faqat Angren. Chunki bizda salqin. Mana men bugun birinchi suvini beryapman mana. Bundan 15 kun oldin ko'rsat bilan ishlov berdik. Arada yomg'ir, qor yog'ib bizning intervalimiz surib tashladi oldiga. Bu biz uchun minusga yuradi aslida. Hammasining araliq masofasi bor-da. Mana bu baliq sistemasida kasallik boshqasi, masalan 6 kun, 7 kun, 8 kun, 10 kun, 15 kun miqdorda kasallikka kurashasiz, hasharotga kurashasiz. Agar ob-havo yomg'irli, qorli, boshqa narsa bo'lib ketib qolsa, bu narsa odamni ancha qiynaydi. Bizda ham hozir ozgina tabiat hodisasi uchun araliq intervalimiz surilib ketib qoldi. Bu biz minusimizga yuradi aslida mana shular hammasi. Mana shundan. Kim bunday kallashishlar mana shu videoni ko'rsa, boshqa qilsa, aqliyati boshqasi qilib o'zining sistemasini boshqarib oladi. Mana shundan dehqon akalar sistemaga qarab, o'zingiz muhitiga, havo haroratiga qarab sistemani o'ynash kerak, ishlash kerak. Bu agrodo'konlar ham kelib aytaveradi. Mana buni sochasan, mana buni sochasan, mana bunaqa qilasan, kasalligi bunaqa qilsan, bunaqa qilsan, lekin sen qaysi vohadasan, qaysi o'lkadasan? Toshkent viloyatimi, Angrenmi, vohammi, vodiymisan demaydi. Tonnasiga mana buni bunaqa berib, bunaqa beradi, lekin iloji boricha tuprog'ini, suvini, boshqasini, SCC, pH, balobatdan hammasini hisoblab turib, jamlanmasidan keyin bunaqa nazarchini qilish kerak-da. Mana shu nazarchinadan ehtiyot bo'lib, qarab ishlanglar. Mana shunga qaraganda hammasi chotki joyiga tushib, gрамотно ish ketadi. Hatto xalqimizdan chiroyli nozimat yetishtirib beramiz. O'sha bu ko'chatda ham grafikda yozilgan, masalan, har bitta ko'chatniki bor. Kleri bo'lsin, Alba bo'lsin, Albion bo'lsin, Morana bo'lsin, Balo bo'lsin, Battar bo'lsin, hamma narsasini me'yorida, oziqasi, hasharoti, kasalligi qarab turing. O'sha kilogramda olaverasiz. Qaysi bir 300 gram, 500 gram, 700, 800, 1 kilo bo'lsin, 2 kilo bo'lmaydimi? O'shani buni gрамотно qilib bersangiz, o'sha aytgan natijaga shu ana shunda erishadi odamzod. Mana shuning uchun dehqon akalar joylaringga, muhitlaringga qarab rezultatga borini sistemada joyiga qo'yib qilish kerak. Mana shu ish eng chotki vazifa bo'ladi. Joyiga shu sistema o'zgaradi. Mana suv berish mana. Endi boshlandi mana. Mana shu joy ham xudo xolasa eng kamida 1 soat 10 minut suv oqadi. Bu aytganimdek. Mana shu qirg'og'idan bu yergacha 10 sm, ko'chatdan bu yerga asli 5 o'tkazish kerak. Bu yerga 5. Lekin hozir bahor paytida ko'chat tagidan ozgina o'tsa bo'ldi, sotamiz. Zahli kechga borib egallaydi hammasini. Eng og'ir narsa shu. Shunda
ildiz chirish kasalligi, boshqasi, balosi, batlari bo'lmaydi. Me'yorda ish qilish kerak. Bu charchamanglar, dehqon akalar, charchamanglar. Bu gapni aytishimizda kimdir meni yomon ko'rar, boshqa bo'lar. Lekin joyiga qo'yib, sistemaga qarab, ishni qilib o'rganib qilish kerak. Chunki ko'chat sotayotgan bor, boshqa qilayotgan bor. Bunaqa, o'zlari ham kerak ko'p narsani bilmaydi. Maqsad ko'chat sotish kerak. Ek deydi, ilzotlarni olib berib, boshqa qilib, tagiga pervikur berdi, pervikur narxi 700 ming turadi aslida 1 litr pervikur. Mana bunaqa katta maydonga pervikur berib ko'ringchi, familiyangiz esdan chiqib qoladi kerak bo'lsa. Fundazol berasiz. Maksim degan dorilar va boshqa bunisi hammasini ehtiyot bo'lib, muvozanatga qarab, odamzod nuqtaga qarab sharoitidan kelib chiqib ishlash kerak. Ana shunda sistema yuradi. Keyin nima bo'ladi? Xalqimiz dasturxonga chiroyli nozimatlarni erishtirib, boshqa qilib, o'sha yerdagi muhitdagi dehqonchilikdan, sistemadan chiqib ketib, o'sha qilgan dehqon, qilgan rasxodiga yarasha daromadga kiradi, boshqa qiladi, ishini yurishadi, mazza qiladi, ballarni uylantirsin, boshqa qilsin, dasturxon qilsin, chiroyli yashab o'tadi shunda. Mana shu tomonga e'tibor berish kerak. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Charchamanglar, hammalaringga, kasbkorlaringga baraka bersin, ishlaring rivojini bersin. Qilayotgan ishlarimizga Alloh taolomiz baraka bersin. Ana shunda eng zo'r gap bo'ladi. Hammasi Xudodan lekin.